Assalomu alaykum aziz hamkorlar. Bugungi temamiz ko'pchilik menga lichkamga juda ko'pchilik insonlar so'rashyapti. Ersaq kompaniyasiga qiziqib ish boshladim, nimadan ish boshlashni bilmayapman deb juda ko'p savol berishyapti. Shuning uchun shu videoni olib saqlanib qilib tashlab beraman. Hammalarga shpargalka bo'ladi. Ersaq kompaniyasida birinchi bo'lib ish boshlaganingizda siz birinchi o'zingizga xarid qilishingiz kerak. O'zingiz shu kompaniyani mahsulotlarini o'zingizga xarid qilib, o'zingiz ishlatib ko'rganingizdan keyin, o'zingiz nakladnoylarini, sovg'alarini ko'rganingizdan keyin birinchi o'rinda o'zingiz xursand bo'lasiz. Chunki kompaniya juda ham shedrik kompaniya. Sizga juda ko'p sovg'alarga beradi. Bunaqa kompaniya hech qayerda yo'q. U sovg'alarni ko'rganingizda o'zingiz xursand bo'lasiz. Shu xursandchilikni yaqinlaringiz bilan bo'lishishni boshlaysiz. Siz kompaniyaga a'zo bo'lib sovg'alarini olib bir xursand bo'lsangiz, uni ishlatganingizda 2 marta xursand bo'lasiz. Chunki har bitta produksiyamiz ishlaydigan produksiya. Misol uchun kompaniyadan shampun olasizmi, gellar dush olasizmi, idishda yuvadigan gel, parashok, atir, kofe, choy, bedabavka, zubnoy pasta, hamma narsamiz siz ishlatib ko'rganingizda bir martada sevib qoladigan produksiyalar. Shuning uchun shu narsalarni ishlatib ko'rganingizda o'sha sevgingizni siz o'zingizni tanishlaringizga berishni boshlaysiz. Ya'ni har bitta men doim kelgan insonlarga aytaman-da, sizning ishonch doirangizda qancha inson bor deyman. Misol uchun har bitta insonni o'zini ishonch doirasidagi inson bo'ladi. Ya'ni misol uchun siz keldingiz, Ersaq kompaniyasining onlayn do'koniga registratsiyadan o'tdingiz. Kompaniyani mahsulotlarini oldingiz chegirma va sovg'alari bilan birga. Siz yaqinlaringizga aytishni boshlaysiz. O'rtog'ingizmi, qo'shningizmi, kursdoshingizmi, qarindoshingizmi, shularga aytishni boshlaysiz. Yoki bo'lmasa bizda onlayn bo'lgani uchun siz ham onlayn ham offlayn ishlashingiz mumkin, chunki bizning do'konimiz onlayn. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dastavkamiz bor. Skladimiz Toshkentda. Yana boshqa davlatlardan ham siz komanda qilishingiz mumkin, chunki kompaniyamiz mirovoy уровеньdagi kompaniya. Bilamizki, O'zbekistondagi ko'pchilikni Rossiyada qarindoshlar bor, Turkiyada qarindoshlar bor, Amerikada qarindoshlar bor. Juda ko'p Qirg'izda, Qozog'da shu qarindoshlaringizni, tanishlaringizni ham shu kompaniyaga o'zingizning ketingizdan registratsiya qilib, ularni ham shu kompaniyani doimiy xaridoriga aylantirganingiz hisobiga kompaniya sizga yana daromad to'lashni boshlaydi. O'shaning uchun siz bu yerda asosan ko'proq onlaynga